Yunusobod tumani 9-kvartal 3 xonali 72 kvadrat metr tayyor xonadonni sotuvga qo'ygan bez remontlisi. Remontiga rozi bo'lasizlar. Mana shu mehmonxonada turibmiz. Qani, podyezddan sразу kirasiz. Mana shunaqa prixoshka bo'ladi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda mehmonxona remontiga bitta qarab olasizlar. 7-8 ming, nari borsa 10 ming tiqsanglar, guldek xonadon bo'ladi. Set ortaq xonaning yonidan shundoq kirib kelasiz. Bu ikkinchi xona. Hozirgi korzinka. Sanuzellari razdelni, bu yoqda yuvinish xonasi, hojatxonasi, bu yoqda bitta xona, ota-onalar uchun yotoqxona. Yurib kelamiz-da. Mana shunaqa uголокlar qo'yilgan. Xullas, endi mana shunaqa TV zona qilib qo'yasizlar, o'tirib, choy ichadigan oshxona mana bu yerda bo'ladi. O'ng qo'lda mana shunaqa balkoni. Xullas, 5-qavatda, 5-qavatda 5 deyiladi. 3 xonali 78 kvadrat metr. Narxi keladigan bo'lsa $75 ming so'rashyapti. Bilasizlar, bizda bez remontni ham, har xil xonadonlarni sotuvga olib chiqamiz. Ishimiz shu bo'lgani uchun. Qiziqqanlar telefon nomerlar pastda bo'ladi, lokatsiya Telegram kanali.